Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun Toshkent Sohiba salimizdan Primoy Kazan Upa Perm yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketmoqda. Mijozlarimiz pasatka joylarini qilib joy-joylariga chiqishmoqda. Primoy Abu Sohibadan yo'lga chiqadi avtobuslarimiz seshanba, juma kunlari. Kazan Moskva yo'nalishimiz dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari bo'ladi. Avtobus kassalarimiz Primoy Abu Sohiba yangi masjid oldidan kirishlaringiz. Mijozlarimiz pasatka joylarini qilishyapti. Abu Sohibadan chiqyapsizlarmi aka? Chetdan yo'lga chiqilyapti. Ha, Moskvaning shu. Avtobuslar ko'rishib ketdi. Yaxshimi? Chetdan chiqilyapti. Qayerdan chiqilyapti? Abu Sohibadan. Primoy Abu Sohiba izlaramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, ma'lumot olib kelaverasizlar. Primoy Abu Sohiba yangi masjid nomida.